Bilarmidingiz? BBC tomonidan yasalgan robot qisqichbaqa haqiqiy qisqichbaqalar orasiga kirib, ularni xatti-harakatlarini kuzatish uchun maxsus missiyaga yuborilgan. Ammo kuzatuv vaqtida kutilmaganda guruhga och skat hujum qilib, qisqichbaqalarni yeya boshlaydi. Qisqichbaqalar skatlar bir kunda 50 tagachon qisqichbaqa yeyishi mumkinligini biladi. Lekin skatlar qattiq qobiqli qisqichbaqalarni hazm qila olmaydi. Shuning uchun ular tezda birlashib, himoya guruhini hosil qiladi. Qobig'i yumshoq qisqichbaqalar esa qobig'i qattiq bo'lganlarning ostiga yashirinadi. Ammo yolg'iz qolgan robot qisqichbaqa skatning yangi nishoniga aylanadi. Birinchi hujumda robot shikastlanadi va boshqa qisqichbaqalar oldiga yetib bora olmay qoladi. Ikkinchi hujumda esa uni butunlay yo'q qilish mumkin edi. Lekin shu payt haqiqiy qisqichbaqalar robotni o'rab oladi. Uning ustiga chiqib, qattiq qobiqlari bilan himoya qila boshlaydi. Bu voqea qisqichbaqalarni bir-birini himoya qilish strategiyasi qanchalik samarali ekanini ko'rsatadi. Endi savol, siz nima deb o'ylaysiz? Ular robotni o'zlaridan biri deb o'yladimi yoki shunchaki uni himoya qilishga harakat qildimi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.